Andijon viloyati Shahrixon tumani 44-yilda o'quvchilarining O'zbekistondagi ekologik muammolarga shaxsiy fikr va yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu borada o'quvchilarning fikrini hozir bilib olamiz. Hozirgi ekologik muammolarga sizning fikringiz qanday? Misol uchun, havoning ifloslanishiga. Bu muammoga meni shaxsiy fikrim quyidagicha. Havoning ifloslanishiga juda ko'p omillarni sanab o'tish mumkin. Misol uchun, ayrim korxonalarni filtrsiz faoliyat olib borayotgani va eski avtomobillardan chiqayotgan zaharli gazlar. Fikrim shu. Nima deb o'ylaysiz Toshkent havosini hozirgacha iflosligini? Menimcha asosiy sabablardan biri bu havo filtrisiz ishlayotgan korxonalar bo'lsa kerak. Bunga qanday choralar ko'rish mumkin? Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shu haqida farmon berganlar va qonuniy faoliyat olib borilayotgan korxonalarga qarshi reyd tadbirlar o'tkazilmoqda. Fikr bildirganingiz uchun rahmat. Xo'p, sizlarga ham rahmat. Orol dengizini qurishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Menimcha bunga sabab deb iqlim o'zgarishini olishimiz mumkin, chunki iqlimimiz o'zgarayotgani sababli muzlarimiz juda ham tez fursatda eriyapti va juda katta suvning juda katta qismi parlanib ketyapti. Shu yuzasidan Orol dengizi ham hozirgi kunda eng dolzarb ekologik muammo deb qaysini hisoblaysiz? Muzliklarning erishi, havoning chaylanishi, ozon ekranning yemirilishini deb hisoblayman. Nima uchun muzliklarning erishi? Muzliklar erish hisobiga yerda suv sathi ortib ketmoqda. Ozon ekranining yemirilishiga keladigan bo'lsa, ozon ekrani yemirilganda terida o'simliklarda rivojlanish ortda qolishi, hayvonlarda turli kasalliklar, odamlarda terida o'sma kasallik kelib chiqishiga sabab bo'ladi. O'sma kasalligini davolashni iloji hozirgi kunda topilgani yo'q. Biz ekologiyani asrash uchun har bir shaxsning ongida ekologik madaniyat degan tushunchani shakllantirishimiz lozim. Bu narsani bolalarni yoshligidan boshlab shakllantirib ketsa yaxshi bo'ladi. Sizningcha bugungi kundagi eng katta ekologik muammolar qaysi? Menimcha iqlim o'zgarishi, suv muammosi va o'rmonlarning kamayishi. Sizningcha bu muammolarni oldini olish uchun qanday tadbirlar qo'llash kerak? Eng muhimi menimcha odamlarning ekologik madaniyatini oshirish, maktabdan boshlab tabiatga ehtiyotkorlikni o'rgatish kerak va keyingilari daraxt ekish yoki chiqindilarni kamaytirish bo'lib ketaveradi. Oxirida yoqilg'i iste'molini kamaytirish yoki qayta tiklanuvchi energiyalarni ishlatishga o'tish katta yordam bera oladi ekologiyaga deb o'ylayman. Sizning fikringizcha chiqindilarni qayta ishlash nima uchun muhim? Chiqindilarni qayta ishlash muhim, chunki u atrof muhitni ifloslanishdan saqlaydi. Chiqindilar kamayadi va tabiiy resurslar ham tejaladi. Fikringiz uchun rahmat, ko'rishguncha. Odamlarda ekologik madaniyatini oshirish uchun nima qilish kerak? Bolalarni yoshligidan boshlab ekologiyani himoya qilish o'rgatish kerak. Har bir kesilgan daraxtni daraxtlar ekish kerak va ekologiya bilan do'stlashib, uni himoya qilish kerak. Daraxtlarning kesilishiga eng katta sabab nima deb o'ylaysiz? Mening fikrimcha, hozirgi kunda odamlarning iste'moli oshib ketgan, bunga misol bo'la oladi. Ozon qatlamining yemirilishiga sabab nimalar deb o'ylaysiz? Sayyoramizda havo qatlamidagi kislorod doimo ultrabinafsha nurlar ta'sirida kislorodga ozonga aylanib turadi. Keyin bu ozon qatlamining yemirilishiga turli sabablarni misol keltirishimiz mumkin. Birinchisi, sanoat korxonalari tomonidan yod, bron va ftor kabi moddalar ishlatilishi, ikkinchisi muzlatgich va konditsionerlardan ishlab chiqariladigan freon deb ataladigan modda. Shular ozon qatlamining yemirilishiga sabab bo'ladi. Javobingiz uchun rahmat. Hozirgi kunda ekologik muammolarga qanday yechimlar bor deb o'ylaysiz? Bu yechimlar juda ham ko'p, lekin eng asosiysi bu yosh bolalarda ekologik problemalarni oldini olishni o'qitib kelishdir. Chunki bolalar bizning kelajagimiz. Bolalar ekologik muammoni oldini olishga qattiq harakat qilsa, kelajakda ekologik muammolar kelib chiqmaydi. Ekologiyani qay yo'llar bilan asrayapsiz? hozirgi kunda ekologiya juda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Shuningdek, bu yo'nalish bo'yicha bir qancha ishlar olib bormoqda. Men o'z qismimni qo'shgan holda yashil makon loyihasida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Undan tashqari, ko'chalarda ochiq turgan grantlarda yoki tashqari chiqarilgan chiqindilarni ma'lum bir hududga tashlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari oldingizdan qurilish ham eng katta muammolardan biri. Bunga asosiy sabab esa o'zani haddan tashqari sug'orilishi yoki suvlarda isrof qilinish kabi muammolar shular jumlasidan. Fikringiz uchun rahmat. Bu mavzu bo'yicha maktabimiz o'quvchilarining fikri shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.